3 kun ichiga gripp va yo'taldan xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, unda videoni oxirigacha ko'ring. Quloqlaringiz og'risa, piyozni shu usulda bug'ga pishirib, iliq holatida quloqlaringizga qo'ying. Yo'talingiz tinmasa, bitta karam barigini qaynatib olib, ozgina asal surib, yurakka yetmasdan ko'krak qafasiga qo'ying. Ikkinchisi, piyoz bilan chesnokni 15 minut qaynatib, ozgina limon va asal solib 2 mahal iching. Balg'amlarni ko'chirish uchun iliq sutga ozgina asal, tuz, chayni soda solib iching. Kichkintoylarimizga banan bilan tuxum sarig'ini ezib, iliq sutga ozgina sariyog' qo'shib blenderga aralashtirib bering. Ikkinchisi, olma po'stini archib 15 minut qaynatib bolalaringizga bersangiz yo'talni yengillashtiradi. Tomoq burunlarini chayish uchun fritzilinga 1-2 tomchi yod solib aralashtiring yoki tuzli suv tayyorlang. Tanadagi og'riqlarni yengillashtirish uchun salat bariklarini qaynatib vannaga solib cho'miltiring. Ikkinchisi, iliq suvga chayni soda uksus solib, ko'kat bariklardan tashab vannachiga qildiring. Shamollashlarni olib, oyoqdagi gribbok va hidlarni ham yo'q qiladi. Kichkintoylarimizda oyoqchalariga shamollashga qarshi vazelin surib, massaj qilib, naska kiygizib uxlating. Naskasi ichiga guruch to'ldirib, ozgina isitib orqasiga qo'ysangiz, mushaklardagi og'riqni oladi. Havoni namlantirish uchun idishga suvni muzlatib olib, shamollashga qarshi vazelin bilan 1-2 tomchi efir moyini surib, xonasiga qo'ying. Sochiqni yuvib, 1-2 tomchi efir moyi tomizib, ilib qo'ying. Temperaturasini tushirish uchun naskalarni namlab kiygizib qo'ying. Obuna bo'lishni unutmang.